Doimiy bosh og'rig'ingiz dorilarda ketmayaptimi? Bu muammo miyada degani emas. Hozirgi zamonda 80% insonlarning asosiy turmush tarzi bu telefonga bog'langan holatda bo'lmoqda. Bu esa boshimizda bo'yindagi S1, S2 umurtqalarida og'ir yuklamaning tushishiga sabab bo'ladi. Buning oqibatida bo'ynimizdan boshimizga ketadigan qon tomirlar siqilishi paydo bo'ladi. Bu siqilish miyamizga kislorodning kam yetib borishiga signal beradi. Bu boshimizdagi og'riqlar asosan kislorod kam kelyapti degan signal. Boshqa narsa bo'lmasligi mumkin. Biz sizga bu kasallikdan uy sharoitida oson usullarda yengishga yordam beramiz. Devorga, yelka, dumba va boshingizni tekkizing. Iyagingizni 2 barmoq bilan orqaga itaring. 10 soniya ushlang. Kuniga 3 mahal takrorlang. Bu bo'yin qon tomirlaringizni yaxshi ochadi. Agar bunaqa bosh og'riqlar sizda 2 haftadan ortiq davom etsa, unda sizga neyropatolog ko'rigi zarur bo'ladi. Bir necha yillardan buyon xalqimizga beminnat yordam berib keladigan Istiqbol Medcenter klinikamizda sizni bu kasallikdan qutqaradigan malakali shifokorlarimiz albatta yetarlicha. Sizni klinikamizga kutib qolamiz. Sizning sog'lig'ingiz bu bizning asosiy vazifamiz. Doimo sog'lom bo'ling.